Assalomu alaykum barchaga sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bag'oyatda shodman. Bu video ham ishoninglar zo'r video bo'ladi. Agarda o'ylaganlarimni men ham deganlarni ketma-ketlikda chiroyli yetkazib bera olsam. Birinchisi shundaki, insonga hamma narsa to'la-to'kis berilgan. Tana o'zini o'zi immunitet orqali sog'lomlashtira oladi, to'g'rimi? Oldingilar dorisiz ham tuzalib ketavergan-ku, agar juda xavfli bo'lsa o'lib ketgan. Hamma narsa bizga o'zimizga foyda olishimiz uchun berilgan. Odamlar yomon deb hisoblaydigan kibr, egoizm, qizg'onchiqlik, nafs degan narsalar bor. U narsa hatto sizlarni miyanglarda ham yomon narsa bo'lib tuyulishi mumkin. Nima yomon? Qachonki me'yordan oshib ketgan narsa yomon narsa hisoblanadi. Nafs olaylik. O'sha nafs tufayli men, siz biror narsaga erishyapmiz. Erisha olmayotgan bo'lsak-da harakat qilyapmiz. Mana shu nafs borki, inson biror nima uchun harakat qiladi. Eng kamida farzandlari uchun harakat qiladi. To'g'rimi? Oshib ketgani Aleksandr Makedonskiyning qismatiga olib keladi. Ya'ni dunyoni 1/3 qismini bosib olgan bo'lsa ham, bu dunyodan ko'zlari ochiq ketgan. Ko'chma ma'noda gapiryapman. Ya'ni to'ymagan, Napoleon sindromiga uchragan, bu Napoleon sindromi deb ataladi. Ya'ni bir nimaga kirishdimi, to'xtash bo'lmaydi. Bosib ketaveradi. Albatta buni yakuni uning fojiasi bilan tugaydi, katta ehtimol bilan. Qumor o'yinlarida ham xuddi shunaqa-yu. Ko'pchilik faqat yutqizganini gapiradi, faqat yutqizsa o'zini osadi yoki qumor yomon chunki unda hech kim yutmaydi yo deyishadi. Qanaqasiga? Hech kim yutmasa odamlar o'ynaydimi? Yo'q. G'alaba ham bo'ladi, mag'lubiyat ham bo'ladi. Shunchaki yutyapti, ketaveradi. Qachondir mag'lubiyatga uchrasa, shundan siqiladi, shuni hamma yoqqa dodvoy qiladi. YouTube yurgan odam video qilib chiqmaydiki, men qumordan anaqa uy oldim, mashina oldim deb. Egoizmga keladigan bo'lsak, o'sha egoizm o'zingni yaxshi ko'rish seni darajangni belgilab beradi. Agar bitta odam borki, o'ziga yomon narsalarni emas, bir tiyinga qimmat bo'lgan narsalarni ravo ko'rib yuraversa, o'sha narsani atrofida bo'lib qoladi-da, darajasi ham o'sha qadar bo'ladi, uncha yuksalmaydi. Italyanlarda bitta gap bor. Har yili yangi yil bayrami oldidan eski narsalaringni uyingdan derazani tagiga chiqazib otib yubor. Muhtojlar olib ketadi. Va senda eski narsa bor ekanki, sen eski narsalarni yig'arkansanki, yangi narsalarga uying ham, miyang ham ochilmaydi. Va endi balki ozgina psixologiyaga qarab ketib qoldi, lekin men tarixiy falsafani gapiryapman, sufiylikdan kelyapman. Tushuntira oldimmi? Hamma narsaning foydasi bor, qachon zarar bo'ladi, qachonki me'yordan oshib ketsa. Yana shunaqa narsalar bo'ladiki, insonning boshiga sinov tushganda, mana aytaylik, ikki xil inson bor. Bittasini boshiga sinov tushdi, u siqilib qoldi, balki o'zini osdi. Yana bittasini boshiga sinov tushdi, u normalni qabul qilib oldi. Agar u sinov unga bog'liq bo'lmagan holda tushganda, u eng uzog'i o'zini ossa-yu, agar eng kamida hatto nolisa, bu men o'ylayman Xudoyimga qarshi ish emasmi? Chunki taqdirni biz boshqara olmaymiz-da. Aytaylik, men bugun futbol ko'rishga bormoqchi edim va men bormoqchi bo'lgan stadionga bomba tushib portlab ketdi. Bora olmadim. Men bunda siqilib, yig'lab, anaqa qilishim kerak emas, xafa bo'lishim kerak emas. Yoki boshqa biror fojia menga bog'liq bo'lmagan vaziyat bo'lsa, men bundan siqilmasligim kerak. Endi tabiiyki stress ham Xudoyim tomonidan bizga berilgan narsa, o'sha borki inson insonligini his qilib turadi-da. Qo'rquv ham tabiiy narsa. Agar qo'rquv bo'lmaganda, men hozir yugurib chiqib borardim-da, o'zimni lavaga ham otib yuborardim. Yoki qani balkim kinolardan ko'rib olib, misol uchun, qo'rquv bo'lmaganda odamga mashina urilib, mashina pachov bo'lib qoladi-yu, qani men shuni sinab ko'raychi deb turib mashinaning yo'liga ham chiqib o'rardim. Men qo'rqamanki, mashina meni urib ketsa, eng kamida больницаga, shifoxonaga tushirib qo'yadi. Shundan qo'rqamanki, men tinch yuribman. Yoki qo'rquv borki, misol uchun, jinoyatlarga uzoq yillik muddatlar berilgan odamlar o'ylaydi. Misol uchun, men hozir pedofillik qilsam yoki odam o'ldirsam, menga kamida palonchi
uzoq muddatli qamoq jazosi bor. Qo'yish shart emas. Chunki hozir arzimagan ko'cha janjallari tufayli 2 yildan 6 yilgacha, balki undan ham ko'p muddatli qamalib ketayotganlarni bilaman-da. O'sha qo'rquv bizani ushlab turadi. Yomonliklardan ham ushlab turadi va dunyoni o'zgartirib yuborishimiz mumkin bo'lgan narsalardan ham ushlab turadi. O'shaning uchun O'tkir Hoshimov aytgan, dunyoni o'zgartirsa ahmoqlar o'zgartiradi deb. Men bu fikrga qo'shilaman. Nima deyotgandim? Chalg'ib ketdim. Anu sinovlar haqida gapiryotgandim. Taqdirga biz bas kela olmaymiz. Bizning vazifamiz oqim bilan birga suzishda. Ikkinchi inson borki, u o'ziga bog'liq bo'lmagan vaziyat bo'ldimi, undan nima deydi? Yo xulosa chiqazadi, yo yaxshilikka ekan deydi, yo eng kamida siqilmaydi. Siqilish chunki o'ziga bog'liq bo'lmagan hodisa uchun siqilish menimcha Xudoyimga ozgina fitna deb o'ylayman. Yana bitta narsa borki, hamma narsadan xulosa chiqarish kerak. Bu hayot bizani rivojlantirish uchun har xil sinovlarni beraveradi, to'g'rimi? Bu sinovdan o'tamiz, bunisi keladi, bunisi keladi, bunisi keladi, bunisi keladi. Bundan maqsad nima? O'shalardan o'tish va o'sha o'tish jarayonidan rohat olish, to'g'rimi? Agar sen bu o'tish jarayonini jahannamga qiyoslasang, mana shunaqa jahannamdan o'tib yuraverasan va bir kun baribir o'lib ketasan. Agar sen buni sinovligini bilib turib, siqilib qo'ymasdan, o'shatdan kayf olib yoki o'shatda ham ha mayli deb turib, o'sha dardingni bir chetga solib qo'yib, o'zingni qiziqishlaring, yaxshi ko'rgan narsalaring bilan band bo'la olsang, bu hayotdan zavqqa to'lib, eng kamida 50 yillik yashab o'tasan-da. Hayot sinovda. Keyin boshingga qayta tushiradigan narsalar ham o'sha seni o'zgartirish uchun qilinayotgan narsalar bo'ladi taqdir tomonidan. Hech narsa tasodifan bo'lmaydi, ishoninglar. Men umuman ishonmayman tasodiflarga. Misol, boya men ertalab emas, 1:20 lar atrofida ofisga kirib keldim. Ungacha bitta bolaga 20 minutlik ovozli xabar tashladim. U bola yozyapti. Shunaqa narsani yozdiki, aka nima qilishni bilmayapman, o'rgating deb. U o'sha maslahat so'rayotgan narsasini men bosib o'tganman-da, tushunasizlarmi? Men o'shanda xato qilganman, tushunasizlarmi? Xato qilib yo'qotganman. U bola maslahat so'rayapti, hali u bola yo'qotgani yo'q. Men 20 minutlik ovozli xabar tashlab, uni xato qilmaslikka chorladim, tushunasizlarmi? U bola meni o'tmishdagi qilgan xatom bilan kelyapti, aka, mana shunaqa vaziyat bo'lyapti. Nima qilay deb turib, ozgina o'ksib turibdi, sal qolsa o'sha narsadan kechib qo'yishi mumkin bo'lib turibdi-da. Men kechib qo'yganman yoki kechib qo'yishga sabab olib kelganmanki, xullas o'sha narsa xato bo'ldi, tushunasizlarmi menda. U bola xato qilmasligi uchun balkim Xudoyim menga u bolani ro'baro qilib qo'ydi. Men qoyilmaqom xursand bo'lib ketgan narsam o'shaki, men bosib o'tgan yo'ldan bitta bola kelyaptiki, maslahat so'rayapti. Xuddi shunaqa narsa meni mahallada amakilar bor, tadbirkor amakilar. Juda ham yosh ko'rinishadi, 30-35 nari borsa 40 yosh atrofida ko'rinishadi, lekin hech kim bilan 40 yosh demaydi. 60 dan oshgan amakilar bor, tadbirkorchilik bilan shug'ullanib kelishgan. O'sha meni yoshligimdan, maktab paytimdan, 9-sinfligimdan olib turib, panetga berishganda, bunaqa deb yo'l yo'riq ko'rsatishgan. Endi o'sha narsani men ham o'zimdan kichkinalarga ko'rsatyapman. Gap yoshda emas, gap bosib o'tilgan hayotiy yo'lda-da, birodarlarim. Bir kattadan o'rgan, bir kichkinadan o'rgan deyishadi. Xuddi shunaqa bu videoda nimadir o'rgangan bo'lsanglar, men juda ham xursandman. Joningizlar sog' bo'lsin, video foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yinglar.